Nurun aka. Gap yo'q. Endi aka buni qayerdan ko'rishni qayerdan nazar telefon qilaversin aka. Telefon qilsa, Menga uzoq ekan, yaqin ekan demasini. to'ppa-to'g'ri. 100 gacha boradi aka. To'ppa-to'g'ri. Bosing gazini. Telefon qiling. Nuriddin, mana shunaqaga ber menga deb telefon qilaverasiz, so'raverasiz aka bozor buni. Umuman birov-birovdan xafa bo'lishi o'rnida. To'ppa-to'g'ri. Samarqandgacha dastlabki qilib beraman. Samarqandgacha dastavkasi bor. Xo'p, akam qarab turing. Gap yo'q, molingiz zo'r aka. Molingizdan men ayb topolmadim aka. Bunday qarab hamma yo'q. 15 litr sutga indamay sinab olish o'xsa. Xolasi batta, xolasi uylarida. Qizig'i yo'q, a? Qizig'i yo'q. Yevichi hamma yo'q yaxshi. Endi sigir olgan ham yaxshi boqar endi. Bir joy yo'q aka. Sigirni tilida. Mashalloh. Yoshlarga qo'ying. Narigilarni ham sog'ing aka. Bismillah. Aka bismillah. Mashalloh aka. Qani, niyat qilganmisiz bitta yurakchan uring aka. Akalar videodan uzaqlashmay turinglar. Nurun aka, bu safargi video bomba bo'ladi. Bomba. Xudo xolasa. Assalomu alaykum Qo'shtepa savdo kanalimiz aziz obunachilari, akalar, ukalar va bizni kuzatuvchilar hamda sigir ishqibozlari, sigirlarning ola qoralaridan, tiniqlaridan, akalar, sut ko'plaridan. Xo'p, bu sigirlarimiz Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, Anjuman ko'chasida har doimgidek Nurun akamning xonadonida akalar molni sut ko'plaridan, bolalar buqalaridan olib kelib qo'yibdilar. Akalar, sizlar uchun, obunachilar uchun akalar narxlarni juda arzon qilib sut ko'pidan so'ragan obunachilar uchun olib kelib qo'ydim deyaptilar. Xudo xolasa Nurun akam bilan avzo qilishni boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir assalomu alaykum Qo'shtepa savdo kanalining obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, uzoq yaqindan, musofirdan kuzatib borayotgan aka-ukalar hamisha Alloh panohida bo'lsin. Hozir Xudo xolasa ikkita yaxshi molimiz bor. Birini bolasi Xunajim, biriniki Novvoz. Chiroylilar, chiroyli, chiroyli. Aytganingizda bugungi video aka hozir bomba. Sutmaydigan, tepmaydigan, o'nchab tanlamaydigan hozir. Mashalloh aka. Bundek yangi kelinlar ham deb paqirni olib kelib qo'yib qo'yib, qarang, ushasiz dumlarni ko'taradiganlar. Yoshidan ishlab chiqqan mol bas. Kelajagi bor, ha? Kelajagi porloq. Toni toza mol mana, o'nchab tanlamaydi hozir mana. Jivoysi ko'rib turibsiz mana. Ustida ko'rib turibman, men qo'limdan kelgancha ko'rsataman. Qani, mashalloh aka. Mol o'zini o'zi maqtaydigan mollar. So'zkalarmi, qani. Mashalloh. O'zini o'zi maqtaydigan yaxshi mollar. Pokiza ham chiroyli mollar. Bir tillaqcha g'ubori yo'q mollar. Aka, formangiz ham shundan yarashibdi mollarga qarab turing aka. Formalaring ham bir xil aka, chiroyli, zo'r aka molingiz ham. Olgan odam chiroyli baraka topsin ilohim. Bizdan olgan odam chiroyli baraka topsin, biz xursandmiz. Bo'ldi, aka, sizdan olgan odamda shu vaqtda aka birov bunaqa ekan bo'lgan yo'q. Aka, hamisha aka ilohim aka mashina mollar yuzda aka to'la tursin aka. Bizni kuzatib borsin, laklari borsin, kommentar chiroyli qilib bersin, yana ham arzon qilib chiqarib beramiz. Xudo xolasa inshaalloh. Siz obunachiz aka. Juda serob aka. Shuni bilib qo'ying aka. Xudo xolasa aka. Hamisha obunachilarimiz Alloh panohida bo'lsin. Yaxshilik kunlarga bu mollarni chiroyli asqatsin ilohim hozir. To'ppa-to'g'ri aka. Xudo xolasa Umid bilan olish aka, umid qilmasin ilohim aka. Bu molimiz ham hozir chiroyli, yoshgina molimiz hozir. Munkani. Qarang hozir. Nima deyapti bu? Taylarini qarang. Mollar yoshlik yetib olib beribdi. Yoshliklar yetib qaqadan bo'lsa ham bemalol o'tirib aka, sog'ib. Keyin yosh hozir. Yosh aka. Tishlarini bosmagan. Hozir realniy tishlarini ochib ko'rsatamiz. Bolasi Novvoz. Bolasi buqasi bilansa? Semental yochini qarang, ana zvachkasi og'zida. Jonivor. Ko'shlar qaytarib yotibdi-yu. Zvachkasi og'zida. Menimcha, nima desam bo'ladi? Buni suti juda ko'proq, ha, menimcha aka. Mana shu uyimdan 18 litr sog'ib olyapman mashinada. 18 litr. 18. Nimaga? Qatiq bizda chaqqon hozir. Ha. Qatiq sezon keldi. Chiroyli boqaman. Qonunlarini ham ko'ryapsizmi? Qonunlari ham rosa nima bo'libdi. Bo'ldi, aka, bo'lmasa bularni olib chiqib aka bitta yetalay qo'lan ko'rsataylik aka, so'z isboti bilan bo'lsa aka. Ketdik bo'lmasa oladan olib chiqaylik aka. Bo'ldi. Xo'p, Nurun aka, hozir esimiz borida aka, bitta chiroyli qilib ishlarni ko'rsatib qo'yaylik aka, maylimi? Gap yo'q hozir. Hali esdan chiqib qolmasin aka. Bo'ldi. Gap isboti bilan, so'z isboti bilan. Mashalloh aka. Asa yetkazdi. Zo'r aka, gap bo'lishi mumkin emas aka. Malades. Bizda ashaqangi mollarda aka olib kelavering aka. Obunachilarni sigirlik qilaylik aka. Xudo xolasa inshaalloh olgan odam hozir bizdan olgan odam chiroyli baraka topsin deydi. To'ppa-to'g'ri aka. Hali atrofga qaraganda aka, arzon oling. Shtobi hali olganingizdan keyin ham baraka topsin aka. Baribir endi hali olgan odam bitta nima qilib ko'radi-da, atrofga solishtirib ko'radi. To'ppa-to'g'ri. Jonivor. Xo'p, Nurun aka, buni hozir necha litr sutga beramiz aka? Hozir 15-16 sut beryapti. 15 litr, 16 litr sut beryapti. 12 litrga sotsam bo'laveradimi? Malades bo'ladi aka. 12 litrga. 12 litrga berilaveradi. Bolasi urg'osidan aka. Xo'p. 3-qoringa bo'lyaptimi aka hozir? 3-qoringa bo'lyapti. 3-qoringa. Emorsinmi? Emorsin.
Umuman molingiz aka juda chiroyli ekan haqiqatda. Orqa ketlari-yu, baklariga e'tibor berib Bir xil. Bo'yachi aka bo'ya. Bo'ylari 1.25 dan yuqori 1.30. 1.25 dan yuqori 1.30 ga berilaveradi. Kem mol. Xo'p, 12 litr sutga beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini aka nima deymiz aka? Ko'p kutib turmaylik. Hozir 38 million deyman, 40 million demayman. 38 million so'm. 38 million so'm kami bor. Aka 35 million so'm. 36 million so'm deylik. Vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beraman. 38 millionga Samarqandgacha qilib beraman. Yo'l 36 million so'm. Vodiy bor, kami bor. Aytgan gap aytilgan gap muhim bas. Muhim bas. 36 million so'm narx aytilyapti. Akalarni qarab turing. Va ko'rib turib, 36 millionga sotar ekan demang. Telefon qilib so'rang, bozor bu aka. Bozor. Xafa bo'lmaysiz, to'g'rimi? To'g'ri aytgan. Olingiz necha pulga tushyapti? 20 millionga tushyaptimi? So'rang, muncha beraman, to'g'rasiz. Siz haqqingiz bor. Yo Nurdin 35 ga menga berding. Kelishing xullas, necha pul bo'lsa ham. Tushganini so'rang. To'g'rimi Nurdin aka? Ammo hozir yillab sigir qilishadi. Ha. Yillab. Buni hali bitta tug'dirib sotaveradigan sigir bas, to'g'rimi? To'g'ri. Aka, oling. Tavsiya qilaman mana. Men o'zim tavsiya qilyap turgan sigirda. Bitta yana o'sha ashi gapga. Aka, menga ham tegtiraveradi. Aye. Ana bismillah. Siz tugul sizdan boshqasiga ham erkak ayol tanlamaydi. Hali ayol kishiga tegtiradi. Erkak ayol tanlamaydi. O'nchab tanlamaydi. Qarang. Yumshoqligini qarang, mashalloh. Qarang. Shoqini ushlab turib, yo etini ushlab turib, qash turishgan yo'q. Xotirjam sog'averadi. Hali teskari tomondan ham sog'aychi. Yerga uvol qilmaylik. Gap bo'lishi mumkin emas. Malades. Zo'r. Aka, xo'p, 36 million so'm ketdi, kami bor, a? Kami bor. Aka, so'rang, necha pul bo'lsa ham so'rang aka, ishingiz bitadi, xudo xolasa. Zo'r, malades aka. Nurni aka, endi aka buni qayerdan ko'rishni, qayerdan nazar telefon qilaversin aka. Telefon qilsa, menga uzoq ekan, yaqin ekan demasin-a? To'ppa-to'g'ri. 100 gacha boradi aka, bosing gazini, telefon qiling. Nuriddin, mana shunaqaga ber menga deb telefon qilaverasiz, so'raverasiz aka, bozor buni. Umuman birov-birovdan xafa bo'lishi yo'q narxda. To'ppa-to'g'ri. Qarang. Bolasi ham chiroyli ekan, lekin. Rossiyskiy parodat endi bolasi ham, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Okay. Yur endi jonivor. Yemay turganiga to'xtab olyapti bu. Qonni ham rosa to'ydi, tog'oji biladi. Ha? Qonni ham rosa to'ydi. Qarang, mashalloh aka. Niyat qilgan bo'lsangiz bitta laykni bosavering aka siz. Laykni bosing. Sizdan hech nima talab qilmaydi. Faqat ko'pchilik ko'rishga siz sababchi bo'lasiz xolos aka. Prosmotrimizni kuchaytiradi shu. Xo'p, navbatdagimiz bolasi buqasidan bunisi. Endi bu ham endi alohida deyman aka. Bunisi alohida, unisi alohida aka. Bu aka. Seni ochaylik, keyin bolasini turgizib. Ha, birinchi o'rinda aka. Esimizdan chiqib qolmasin aka. Hay, hozir. Okay. Yaxshi, realni hozir. Bo'ldi mana aka. O'sh. Zo'r. Lapata ishlari ham. Tur endi buqacha. Bir sani ko'rinchi bizga. Kallalar ham ajoyib ekan. Ostida gibridligi uchun aka? Ha, topdingiz. Haydi Hasan, bolasini tushasan. Qani? Yurgizingchi akam. Jonivor, joning sog' bo'lgur. Aka. Niyat qilgan bo'lsangiz bitta yurakchani bosing. Jonivor. Xo'p, Nurni aka, buni bo'ylari necha aka bo'ylari? Buni ham mana shu 125 dan baland 130 ga boradi. 125-130 atrofida. Bolasi buqa. 3-qoringa endi, ikkinchi qorinmi? Ikkinchi qorinmi? Bu haqiqiy dehqonning o'zidan. Ikki molima haqiqiy dehqonning o'zidan olingan. Dehqondan olingan. Ha. Bu Quvasoy taraf mol, bu Farg'ona Yormazor tarafdan mol. Ha, o'zimiz Farg'ona mollar. Xo'p, aka, bolasi qancha bo'ldi tug'ilganiga? Bolasi 1 oylik bo'ldi. Semental gibridmi? Semental gibrid. Semental gibrid. Yana qo'yib qo'ysa, hozir qasanda qilib turibdi hozir. Necha litr sutga beramiz akam? 15 litr. Eng kami. 15 litr, eng kam 15 litr. Bu bo'lmasa yemishingizga qarab ketaveradi, aka, qo'shilaveradi. Xo'p, 125, 130 pilish abag'da 15 litr. 125 bas, 130 dan ham yuqori, eng kami 130 deyapmiz. Ha, o'sha 30, 125 25 dan yuqori. Yuqorisidan. Xo'p, bo'ldi. Aka, buni pulini nima deymiz, aka, pulini? Buni pulini 43 million deyman hozir. Akam bo'lasiz. 40 million. Ya'ni oz bo'lib ketadi hozir. Aka, 40 million kam bor desiz. 42 million deymiz. Samarqandgacha dastlabki qilib beraman. Samarqandgacha dastlabkasi bor. Xo'p, akam qarab turing. Gap yo'q, molingiz zo'r aka. Molingizdan men ayb topolmadim aka. Bunday qarab hamma yo'q. 15 litr sutga indamay sinab olish yo'qsa, xolasi, batta xolasi uylarida. Qizig'i yo'q, a? Qizig'i yo'q. Yeb ichishi hamma yo'g'i yaxshi. Endi sigir olgan ham yaxshi boqar endi. Sigirni tilida aka.
To'ppa Men to'g'ri. eslatmay, eslatib o'tiramiz. Yosh mol, chiroyli mol, tutaylari dimbas hoji. To'g'ri. Voz hozir sog'ib ko'rsatamiz. Ikkovsi ham bir paqidan sut beradi, xudo xolasa. 15 litringizga qarab turing. Mana shu 15 litr sut beryapti. Ha. Qana yem yeyapti aka, o'shanda nima gapiring-da, poya bilan chiqadimi sut? Somon muchga kelib aralashma qilib tashlab beraman. Xo'p. Yeb bo'lgandan keyin bir zomdan atalab beraman. Atalab ham sho'rxadan bo'lkanon, 4 ta bo'lkanon, 2 paqa suvga, qaynagan suvga. Hozir muchka bilan kepay aralashma 2 ta jomchicha kunjara tashlayman, 1 jom bo'ladi. To'g'ri. 60 litrli indaqam bor. Jomim bor. O'shanda salkam to'la bo'ladi. O'shani bir kunda ichishadi. Masha. Ya bo'ldi aka, endi qarang. Endi bergan yemingizni sut qilib beradi, shunisi beradi. Endi men bu sigirim sotilsa sotilmasa ustidan foydalanaman-da mana. Ha. Qatig'idan. O'shani sutli mol olasiz? Ha, sutli mol olaman. Bilishim bo'yicha. Ha, o'z mana qatiqlarni ichib turasiz kelib. Men aka kelsa o'zi nima klientlar keladi-yu, men aytaman-da. Bekorga Nurdan akam sutli mol olmas ekan deysiz. Yog'liq. Ha, yog'liq. Endi aka qarab turing. O'sha telefon olganga masalan sutga beryapsizmi aka? Sutini yemishini aka aytib o'ting, bergan yemingizni sut qilib beradi. Bu bermasangiz iloji qovoqdan olmaydi sigirda akalar. Biz birozda eslatib o'tyapmiz, bilmaydiganlarga, biladiganlarga aqllilik qilganimiz yo'q. Negativ bolasi ham o'ylashyapti. Ha. Malades aka, bir novoz bo'lsa mumkin. Hayi. O'n qarang aka. Xo'p, aka nima bo'ldi? Narx 42 million so'm Samarqandgacha bo'lyaptimi? Samarqandga dastlabki qilib beraman. Bo'ldi aka, bosing gazini aka. O'ylanmasdan telefon qiling, atrofga solishtirib ko'ring videoni aka. Nurdan aka, o'n qarang, bolasini erkinligini. Aka, tega. O, hoji. Bitta sog'ib bering, mana shu mollarni aka, maylimi? Bo'ldi gap. Sog'ib beraverasizmi, yerimizmi? Bo'ldi gap. Xohlasangiz aka, qiynalsiz kamerani o'sha o'zim sog'ib beraman. Ya, bo'ldi, sog'ib beraman. Aka, iltimos endi bo'ldi, sog'ib beraman. Olib keling mana, yetishni boshladik. Bo'ldi, yeting aka. Olib keling Hasan bu, siz faqat. Ko'pchilik so'rayapti, sog'ib bersin deyapti. Bo'ldi mana. Hozir molimiz hali ko'p chiqarmaymiz. 2 ta, 3 ta har xil chiqaramiz. 2 ta, 3 ta bitta o'rinli mol chiqaramiz, sotaman. Mol chiqaramiz. Bir xudo xolasa olgan obunachilingiz mana yaxshi molli bo'ladi, hoji. To'ppa to'g'ri. Iloyim aka, malades aka. Omadingizni bersin aka, shunaqangi mollardan aka. Bolasi ham kunda chiqaraylik. Bolasi ham urug', toza. Ha, yo'q, olgan odam baraka topadi. Misol mana shu 50 million desam ham, kami bo'lsam ham bo'laveradi. O'zi aka narxlarida gap to'g'risini aytaymi? Qimmat aytmayapsiz. Men o'zim endi tortishyapman, haqqim bor. O'zim sarxizorlar to'lasa, bozorlar ko'r, bozorlar haytdan keyin o'zi oshib ketyapti, tushgani yo'q bozor. To'g'ri, o'zim hazorat to'la so'rayman aka. Hali so'ramading demasin. Ichki molini og'zonga berib qo'ymayapti. Moli bor odamda ahli bor aka. To'ppa to'g'ri. Hech kim aka, u omma odamlar qolmadi aka. Hamma moli bormi? Video bor, osongina videoga kiradi, o'zining moliga o'xshaganini chamalaydi-da. Shuni narxi muncha bo'ladi. Bu shvedga chatishganmikin deyman, kashtan. Menimcha aka kashtanga o'xshaydi. Kashtan shvedga o'xshaydi. Yana bilmadim aka. Biladiganlar kommentariyaga tis deb yozaverasiz. Qarang, salga iyiganini qarang hozir. Napurdi qarang hozir. O paqirga so'g'amiz. Paqirni teshib yuboray deydimi aka? Bosing gazini aka, o'ylanib turmang aka, telefon qiling Nuriddin akamga, shoshilib qoling. Bu mollar turmaydi, bu mollar. Tas. Baraka bo'ladi akam. Og'iz qimillasa bo'ldi, sotaman deydi-yu. Hali narxini joyida gapirsin, mana insoflari baraka aka. To'ppa to'g'ri hozir. Jonim, boshladik. Paqir pustoy mana. Xotirjam kelaman qarata, turishini qarang. Shuni paqirni qo'ysa o'rar ekansiz aka. Uni qashtirib o't tashab turib, biroz silab turish joyi yo'q aka. Maşallah. Yoshlarga qo'ying. Narigilarni ham sog'ing aka. Malades aka. Sog'oring aka. Bitta sutini ko'raylik. Maşallah aka. Qarang. Bu joylarga lak bosmasangiz bo'lmaydi aka. Maşallah. To'g'ri bor edi aka. Faqat to'ldirib yuboribdi aka. Ana hozir. Maşallah. Bo'ldi aka, bo'lmasa olavering endi aka. Bo'ldi, shandim aka. Haqiqatda suti ko'p ekan jonivorda. Hozir. Maşallah. Bismillah. Aka bismillah. Maşallah aka. Qarang, niyat qilgan bo'lsangiz bitta yurakchan uring aka. Qaynar buloq. Qaynar buloq. Mehnat, buni tayida mehnat aka. Endi bunisini sog'ishga harakat qilamiz hozir. Hop, ketdik endi nargisiga. Hop, ikkinchi sigirimiz boshladik yedirishni. Yedirib hozir mana o'zi iyi bo'ldi. İyi bo'ldi, ha? Ha. Maşallah. Bo'ldi aka. Chiroyli qilib sog'amiz ham. Hozir kelasiz. Buni ham pashalar bor, oyoqlarni yomon chaqib o'ryapti hozir.
To'lib ketib to'lib tashlaymiz. Shuna keladi, xotirjam sovg'arar ekansiz. Yumshoq kelinlar. Kelinlar ham yumshoq. Maşallah. Hadi aka. Lahti bosish kerak. Aka sog'ing buni ham ko'ramiz aka. Buni to'ldirar ekan, paqirni bemalol aka. Bu nima bo'ldi aka, tugadimi? Tugadi endi. Bo'ldi, baqirni oling. Hoji. Maşallah. Rahmat. Bemalol aka, bu 10 ta. 10 tadan 12 litrga olishaveradi. Laklar bo'lsin, politsiya bo'lsa, xudo xolasa yana bundan ham arzon qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Akalar, sizlardan paddeshga like, kommentariya yozing aka, kanalga obuna bo'ling. To'liq ma'lumotni Nurna akamga telefon qilasiz aka, ishingiz bitadi aka. Hozircha yuzgacha mashq holatda olib boriladi aka. Qanday turgan holatda o'shandagacha olib borib, arqon so'ramaysiz aka. So'ramayman yo'q. Shunda olib borasiz. Tashlayman. O'g'illarga tashlab chiqasiz aka. Hammaga rahmat akalar, niyat qilganlar like bosinglar. Paka.